Assalomu alaykum azizlar. Biz hozir Shenzhen shahridamiz. Bu yerda istalgan turdagi elektronika mahsulotlaringizni topsanglar bo'ladi. Ana ko'rishingiz mumkin, bu yerda katta bozorlar joylashgan. Huawei, Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi hammasini brendlarni, mahsulotlarni shu joylardan topsanglar bo'ladi. Naushniklardan tortib ventilyatori, telefonda har xil aksessuarlarigacha, chexollarigacha bu bozorda bor. Bu yoqasiga ham ketgan qator do'konlar, elektronika, bu yog'i ham hammasi ko'lni elektronika joylashgan bu yoqda ham. Agar telefon zapchastlari bilan shug'ullanadigan bo'lsanglar, mana bu oldi qatordagi binoni tepadagi 2-3 va mana shu 6-7 qavatigacha to'liq hammasi zapchaslar. Mikro sxemalaridan tortib kompyuterlari, kabellarigacha hammasini topsanglar bo'ladi bu bozorlarda. Agar keladigan bo'lsanglar, bu yoqqa metro ham bor yoki to'g'ridan to'g'ri taksi orqali kelsanglar ham bo'ladi bu tomonga. Endi bundan oldingi videolarimizda biz kiyim-kechak bozorini video obzor qilgandik. Endi bu yog'i hammasi elektronika bozor. Bu kiyim-kechak bozoridan примерно bir 130-140 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu yerda mana ikkinchi qo'l telefonlar ham sotiladi. Mana bu yerda ikkinchi qo'l telefonlardan ham topsanglar bo'ladi. Mana Vivo'ning kichik showroomlari ham bor. Endi bizlar o'zimizdagi narx bilan bir xil bu Vivo'ning showroomlari. Ikkinchi qo'l telefonlar ham shunaqa, narxi bir xil. O'zimizdan olgandinglar ancha yaxshi undan ko'ra. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, chiroqlar qanaqadir, endi bu ham telefonga ishlatiladigan chiroqlar. Mana bu zapchastlar har xil turdagi. Mana bu yerda batareykalar. Elektronikaga oid. Bu yerda faqat telefon emas, boshqa mahsulotlarning elektronikalari ham sotiladi. Boshqa mahsulotlarning zapchastlarini ham topsangiz bo'ladi. Qanaqadir LED chiroqlar uchun apparatlar, mana kabellar, bu yoq hamma bozor shunaqa ketgan. Ichkarigacha kirib o'tirmadim. Mana kullerlari, mana bu yoqlar ham bozorlar. Hammasi bozor ketgan. Mana bu tomonda mana Asus, Huawei deb qo'ygan. Bu yoqda asosan buni taglari, telefonga oid bo'lgan mahsulotlar. Bu yoqlar kompyuterlar. Har xil dronlar ham sotiladi. Mana bunaqa elektronik chotkalar. Tepaga chiqadigan bo'lsalar, tepa qavatlar ham xuddi shunaqa. Mana bu yoqda telefon aksessuarlari, chexol, polik, chexollari, polik deyman. Chexollar. Endi mana bu tomondan kiradigan bo'lsanglar, bu yoqda har xil aqlli soatlardan boshlab dronlargacha sotiladi bu yoqda. Mana dronlar. Bu yoqda mana naushniklar, kolonkalar. Mana bu yoqda mana bunaqa aqlli ochkilar ham bor. Shtativlar mana telefonlar uchun har xil katta, kichiklikdagi. Kecha men mana bunisiga o'xshaganini oldim. Buni Guangzhoudan boshqa tomondan oldim. Mana bu yoqda kolonkalar ham bor har xil. Kelganinglarda albatta bu yerda WeChat kontaktlarini olishga harakat qilinglar. Mana WeChatlar. Mana bunda power bank ekan. Translator ekan. Mana. AI bilan anaqa qilingan ekanda. Thank you. Mana pulsos reklama qilyapti. Haqiqatda zo'r pulsos. Ham tortarkan, ham tozalaydi. Orqa tomondan tozalaydi, bu yerdan ham tortadi. Ikkita tomondan. Mana bundaqa translator olsanglar, buni video qilib ham qo'yganman. Buni bosib inglizcha, buni bosib xitoycha bo'ladi. O'chirib yoqadigani ham bor. Bu yerda uni soqol oladiganlar har xil. Aqlli soatlar mana. Mini promotional ekan bu. Oh. Ambachkilar.
Mana WeChat kontaktlari mana bunaqa joyda bo'ladi. O'zingizlar WeChat ochgan bo'lsanglar, WeChatlaringizga qo'shib olsanglar bo'ladi shu yerda. Mana bu yerda reklama bannerlari. Mana bu yog'i yana hali kirgan joyimiz. Har xil zapchastlar bor. Mana bunaqa chexollar ham bor, orqasiga o'zingizlarni rasmiylarni tushirib oladigan. Mana masajli apparatlar, har xil turdagi masajlar qiladigan. Mana reklamalar. Mana fotoapparatlar bizda rosa trendga chiqqan. Sorry. Ne ekan bu iPhone'ni birga birmi? How much this? This is copy. Birga bir ekan. Ko'ringlar. Soatlar, powerbanklar. Bu yerda ham har xil turdagi naushniklar. Soat tremushovlarigacha sotadi bu yerda. Juda ham ana sifatlilari ham bor. Mana bu bozorga kelgandan keyin polni aylanib chiqish kerak hammasini. Agar savdo uchun narsa oladigan bo'lsangiz, polni aylanib chiqish kerak. Mana bu robot o'yinchoqlargacha bor mana. Endi elektronika bo'lgandan keyin dronlar, katta kichiklarigacha. Mana bu dronlarni 50 yuandan boshlab, yo'g'i 300 yuangacha topiladi. Mana bu yerda ham mana sensorli soatlar. Bu yerdagi AI soatlari ekan. Bularning ham narxlari shunga yarasha qimmat bo'lsa kerak. How much this? This price. Mana bu yerda $200 oshiradi. 1,5 million. $200 oshadi. You have WeChat contact like this? No. WeChat. This is your WeChat? Yeah. WeChat kontaktlari. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Boshlanishiga obrazesga bitta chaqirib, keyin WeChatda gaplashib, fotoapparat yozsanglar bo'ladi. Kameralar mana. Uyga o'rnatiladigan har xil kameralar mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mana kamera ikkita tomonga aylanib olar ekan. Ikkitaligi ham bor buni mana. Mana bular. Bular ikkitaligi ekan. Bunun ichida mana bunaqa mini kameralar ham bor, yashirin fotoapparat ekan. Mini kameralar ham topsanglar bo'ladi mana bunaqa. You have WeChat like this? WeChat. Mana bu yerda quyosh batareykaga ishlaydiganlar. Mana ikkita tomonda bor, tepada bor, pastda bor. Mana WeChat kontaktlari bemalol qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Quyosh batareykasi bilan ishlaydigani bor ekan. Mini kameralar ham bor bu yerda. Gaplashsanglar. Mavjud mahsulotlari bu yerda. Thank you. Akıllı mashina. Bu ham robot bo'ladi, ham mashina bo'ladi. Ben bir yanımda zo'r mashina. Yurtlarni chiqib ketaveradi, bu yerda. Baquvvat. Mana bu robot. Nó正式就係Dyson birga birlari. Mana bu yerda. Elektronik robot o'yinchoqlar. Ekskavatorlar. Mana ham Terminator bo'ladi, ham mashina bo'ladi yig'ilib. Birolar.
boshqargan. Sumkalar elektronik. Ko'z o'ynab turadigan. Mana qarang, uzun mechada turishi. Mana astronavtlar uchun anaqa nimalar ham bor, teleskoplar ham. Massaj apparatlari bo'yinlarni massaj qiladigan. Dyson 1/1. Juda ko'p ekan bu yerda shunaqa Dyson 1/1lari xitoyliklar. Mana 139 yuandan. Примерно 200 ming so'm. Dronlar. Mana bu joydan kameralarni chiqib ko'rsatadi. Batareykalarni qo'shib. Soatlar. Robot küçüğü bağlantılar.能用那个3年的不错还。效果就能打个比方嘛，10年8年，我跟你说，你不信你也知道，因为我看你也是像这方面东西的。Tarjimonlar mana bundan bittadan bo'lishingiz kerak ekanda albatta. Maza qilib o'tasizlar. Tillarni qo'shib. Translator qilib qo'yishadi. Shunaqa bu bozor lokatsiyasi, manzillarni Telegram kanalimizga yuklab qo'yganmiz. Shu pastga qarab turgan bo'lsanglar, shapkaga kiritib qo'yganmiz Telegram kanalimizning ssilkasini. Shu orqali bemalol buyurtma qilsanglar bo'ladi. Manzilni topib olsanglar bo'ladi o'sha yerdan. Bu yerda ham har xil turdagi tarjimonlar bor ekan. Tarjimon juda ko'payib ketdi hozir bu yerda. Sababi juda ham qulay. Bir tomonni bosib siz gapirasiz, ikkinchi tomonni bosib xitoylik gapiradi. Bemalol siz o'zbekcha gapiraverasiz, xitoylik xitoycha gapiraveradi. Mana bu kitob o'qiydigan kichkina mini planshetlar ham bor mana. 对对。